Seferda shunaqa adolatsizlik bo'lib turadi. Agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak, Sefer imtihonida sizga ham adolatsizlik bo'lgan. Seferda shunaqa adolatsizlik bo'lib turadi. Avvallari ham bo'lardi, lekin avvallari o'quvchilarni odatda kimnidir yiqitishmoqchi bo'lsa, u o'quvchini writing yoki speaking olishi kerak bo'lgan ballni berishmas, lekin oxirgi paytlarda kuzatilyaptiki, listening va reading ballarida ham qanaqadir kutilmagan pasayishlar kuzatilyapti. Bu narsalarni Rash modulida bahona qilishyapti, lekin Rash modulida ham farq qilsa bitta yoki ikkita savolga farq qilish mumkin. Masalan, 17 tagisiga 51 bergan bo'lsa, shunaqa jadval bo'lgan bo'lsa, hozir ham 18 taga ko'tarilgan bo'lishi mumkin. Bu narsa 16 ta ham bo'lishi mumkin, 18 ta ham o'zgarib turadi Rash moduli. Lekin shu listeningdan men 60 olib chiqdim yoki 60 dan yuqori oldim degan o'quvchilarning natijalari 40-45 atrofida ham chiqyapti. Listening va readingdan. Apellyatsiya berish yo'q, apellyatsiyadan hech qanaqa foyda yo'q menimcha. Hamma apellyatsiya bergan o'quvchilarga bir xil o'sha yozilgan shablon gaplarni yuboriladi, ya'ni siz natijasi o'zgarmadi va menimcha siz natijangizni u yuborgan apellyatsiyangizni ko'rib ham chiqilmasa kerak. Endi buni sabablari menga qorong'u, o'sha yerda nima bo'layotganidan xabarim yo'q, lekin shu yerda savol tug'iladi. Xo'p, adolatsizlik bo'lar ekan, endi nima qilish kerak? Men aytgan bo'lardim, hayot faqat seferdan iborat emas va bitta shu imtihonda bir o'sha sertifikatni ola olmagani uchun bo'ldi, men omadsiz ekanman deyishga erta. Agar sizni vaqtingiz bo'lsa, agar tayyorlanishga vaqtingiz bo'lsa, ya'ni bo'ldi, masalan, sizda 11-sinf bo'lmasangiz, 2-kurs bo'lsangiz yoki 3-kurs bo'lsangiz, xullas sizga tayyorlanishga ozroq vaqt bo'lsa va tayyorlanishingizga moddiy jihatdan sharoitingiz bo'ladigan bo'lsa, meni shaxsiy maslahatim o'zingizni yomon ko'rishni va boshqalarni ayblashni to'xtating, mayli boshqa aybdor bo'lsa ham, va o'zingizga oxirgi imkoniyatni berib ko'ring. Bu safar yaxshiroq tayyorlaning, bu safar xatolaringizga yaxshiroq e'tibor bering, e'tiborni, fokusni, diqqatni jamlashga yaxshiroq harakat qiling va yaxshi niyat qilingki, bu safar olasiz. Endi savol tug'ilishi mumkin, bu safar ola olmasam nima bo'ladi? Bu safar ola olmasangiz, oxirgi marta imkoniyatim bor edi va nima uchun harakat qilmadim degan afsuslanishdan qutulasiz. Men aytmoqchi bo'lganim, agar rostdan ham vaqtingiz bo'lsa va rostdan ham moliyaviy jihatdan, moddiy jihatdan agar imkoniyatingiz bo'ladigan bo'lsa, hech narsani o'ylamang, boshqalarni ayblamang, o'zingizni ayblamang va hammasini bir chetga surib, o'zingizga oxirgi imkoniyatni bering. Oxirgi imkoniyat degani yana bir imkoniyat bering o'zingizga va yaxshiroq tayyorlanib, imtihonga topshirib ko'ring.